Aziz подписчикlar, hurmatli do'stlar. Lot 26 bo'limimizda mana kanalizatsioniy bochkalarimiz, yotoq konteynerlarimiz kelishni boshladi. Gararok bo'ladigan yerimizga konteynerlarimizni kelishni sekansda boshlayapmiz. Bu ofisimiz uchun kerak bo'lgan semish panellarimiz, materiallarimiz, kanalizatsioniy sistemalarimiz barisi yetib keldi. Ofis qurish jarayoni qizg'in davom qilmoqda. Nasib qilsa biroq haftalardan so'ng asosiy ish joylarimiz ish faoliyatini boshlaydi, ya'niki dom qurilishlar, vazirliklar binosini qurish. Biz bilan bo'lib tursangiz, har bir daqiqani, har bir vaziyatni sizlar bilan bo'lishib turamiz birgalikda. Bu yerda turgan bashning kranlarimiz yaqin orada o'zimizga lot 26 bo'limga ko'chirishni niyat qilib turibmiz.